Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'tgan darsimiz davomi 87-bitta davomidan davom ettiramiz. Tamarinu mashqlar. Ajib anil as'ilatil atiyati. Quyidagi savollarga javob bering. Aynal kutubul jadidatu. Yangi kitoblar qayerda? Hiya, ya'ni yangi kitoblar aqlsiz narsalarni ko'pligi bo'lgani uchun unga nisbatan hiya, ular so'ziga hiyani ishlataman. Hiya fil maktabati. Ular kutubxonada. Liman hadhihil buyutul kabiratu. Bu katta uylar kimniki? Hiya li mudiri sharikati. Ular shirkat mudiriniki. Shirkatda firma mudirini aytadi. Demak, ular firma mudiriniki. Abwabus sayyarati maftuhatun. Mashinaning eshiklari ochiqmi? Naam, hiya maftuhatun. Ha, ular ochiq. Ayna aqlamul mudarrisi? O'qituvchining qalamlari qayerda? Hiya alal maktabi. U partaning ustida. Aynal kilabu? Itlar, kuchuklar qayerda? Hiya fi shari'i. Ular ko'chada. Aynal hamiru? Eshaklar qayerda? Hiya fi shari'il qadimi. Eski ko'chada, masalan. Xo'sh, ayna kutubuki ya Maryamu? Ey Maryam, kitoblaring qayerda? Hiya alal maktabi. Partani ustida. Yoki hiya fi mihfazati. U so'mkamning ichida. Ayna dafatirut tullabi? Talabalarning daftarlari qayerda? Hiya alal makatibi. Ular partalarning ustida. Ayna al-fanadiqus saghiratu? Kichkina mehmonxonalar qayerda? Hiya fi shari'il qadimi. Ular eski ko'chada. Liman hadhil aqlamul jadidatu? Bu yangi qalamlar kimniki? Hiya lil mudarrisi. U o'qituvchiniki. Ya'ni ular o'qituvchiniki. Mana shu yergacha o'qiganlarimizni yaxshilab o'zlashtirib dars qilib olamiz.